Qoidayo'sin qasroq emas, tashlaversa bo'laveradigan. U degan ruh chiqib ketsa quruq gavda qoladigan. İnsaniyat jamiyatining muhim bir alaylik shuki, insonlar rangarang qoidayo'sinlar chambaragi ichida yashaydi va taraqqiy qiladi. Eng qadimgi davrdan boshlabla insonlar qoidayo'sinni yaratgan. Qoidayo'sin bo'lsa, insonlar jamiyatini barpo qilgan. Uyg'ur xalqi necha ming yillik madaniyat tarixiga, jumladan qoidayo'sin tarixiga ega millat. Biz Uyg'ur madaniyatini nazar soladigan bo'lsak, Uyg'urlar tarixdan beri amal qilib kelgan qoidayo'sinlarning madaniyatning nihoyat muhim tarkibiy qismi ekanligini bayqaymiz. Mushu ma'nodan olganda bir millat qoidayo'sinsiz mavjud bo'lib tura olmaydi. Shundaqla madaniyatim bo'lmaydi. Eng oddiy misolni ilib aytgan chaqda qo'shiq tamoq yeyish Uyg'ur millatining g'izolanish qoidayo'sinlarining biri. Tamoqni cho'kida yeyish bo'lsa, Xanzu millatining qoidayo'sinlarining biri. Velk ishlatish bo'lsa, g'arbliklarning tamoq yeyish odati. Bular odatda kichik ish hisoblansa-mu, lekin o'z navbatida shu millatlar madaniyatini va milliy aloyidlikning qisman taraflarini aks ettirib berdi. Uyg'ur xalqi qoidayo'sinni ta'lim-tarbiyaning muhim mazmuni deb qaraydi. Ular qoidayo'sinlik odamni tarbiya ko'rgan, o'qimishli odam deb qarasa, qoidayo'sin bilmaydigan odamni tarbiya ko'rmagan, qora qo'saq odam deb qaraydi. Yurtlarda qoidayo'sin peshvolarini yurtning cho'ngi qilib belgilaydi. U mo'tabar jamoatning har xil faoliyatlariga boshchilik qiladi. Kishilar orasida yuz bergan to'qinishlarni qoidayo'sin bilan hal qiladi. Xalq orasida qoidayo'singa bo'ysunish baxtli turmushning, ishlarning qutlug' bo'lishining bir sharti deb qaralg'ashqa, har bir ishning qoidadan chatnab ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Shunga Uyg'urlar elga kirsang ilingcha, suvga kirsang belingcha deb har qanday elga kirganda ularning qoidayo'sinlarga bo'ysunishni ta'kidlaydi. Ota-onalar farzandlar tug'ilgandan tortibla ularga qiz bo'lsa qizlarga xos, o'g'il bo'lsa o'g'illarga xos qoidayo'sinlarni o'rgatadi. Hatto tamoq yeganda o'ng qo'l bilan yeyish, uydan talog'i chiqqanda bo'sug'idan o'ng putni ilib chiqish, uyga kirganda jamoat so'rinlariga borganda assalomu alaykum deb salom berishdan tortib, o'ltirishdan qo'pishning hamma qoidayo'sinlariga o'rgatadi va ularga odatlantirdi. Agar ota-ona bolasini o'z millatining qoidayo'sinlari bilan tarbiyalamagan bo'lsa, ayblandi. Qoidayo'sin uqmaydigan bolalarni jamoatmi orasiga olmaydi. Chunki qoidayo'sin farzandlarning qalbida elga nisbatan hurmat, muhabbat tuyg'usini uyg'otadi. Qoidayo'sindan chatnagan farzandlarning qalbi eldan yiroqlab ketadi. Qoidayo'sin bir millatning eng muhim mavjudlik shakli, milliy aloyidlikning namoyandasi, madaniyatlik darajasini o'lchaydigan o'lcham. Afsuski, bizning ba'zi qoidayo'sinlarimiz bo'libmi milliy aloyidligimiz va madaniyatimizni jalolantirib kelayotgan yo'sinlarimizning o'rnini an'anamizga, aqida e'tiqodimizga, axloqiy fazilatimizga zid chakini yo'sinlar egallab olg'iltirdi. Biz ba'zida uni davrning ehtiyoji deb tushunib oldik. Bundaq ta'tir yuzilnish millatni tuzmaydi, aksicha buzadi. Qism kishilar uzoqdan beri Uyg'ur jamiyatini ma'lum tartibga ega qilib kelayotgan an'anaviy qoidayo'sinlar bilan sirtqi dunyodan kelgan g'ayriy qoidayo'sinlar orasida qaymoqib qoldi. Ularning kallasida yangilikni qabul qilish bilan an'anani davomlashtirish o'rtasidagi munosabatni qandoq bartaraf qilish qarta aniq tushuncha yo'q. Aslida yangi qoidayo'sinlarni millatimizning uzoqdan beri davomlashib kelayotgan an'anaviy qoidayo'sinlar asosida qabul qilib, shaklini shalib etib, meg'zini tanlab olgan bo'lsak, jamiyatning umum o'zgarishiga mos keladigan yangi qoidayo'sinlarni maydonga keltirib aytdik. 抖音